Bitta dona statistikani aytib qo'yaman. 20-yilda umumiy O'zbekistonga import bo'lgan telefondan biza 50 milliard pul undirganmiz. Ko'p, 50 milliard. Boj. Da, boj. 50 milliard pul undirganmiz. Bu yilda, xudo xolisa, mana hozirgi kunga kelib 845 milliard pul undirdik. 20 apasi 20 marta ko'p. 845 milliard pul undirdik. Yil yakunigacha 1 trillion 100 pul undiramiz. 1 trillion 100. Ya'ni 4 yil oldin 50 milliard pul undirganmiz. Farqini ko'ryapsiz. Bu zo'r. Eng asosiy qo'rqinch mana bizdagi odamlar telefon otganimizda endi qimmatroqqa tushmaydimi? Yo'q, qimmatroqqa tushmaydi. Ya'ni olib kirayotgan любой savdo sotiqda o'zini solig'i bo'ladi. O'sha soliq chegaradan kirayotganingizda sizga bojsiz olib kirish me'yori beriladi. O'sha me'yor doirasida olib kirsangiz, sizga misol uchun 700 dollarlik telefon olib kirsangiz, hech qanaqa bojxona to'lovlari to'lamaysiz. IMEI markazi yaratilganda 20-yilda oddiy statistikani aytaman. Ya'ni jismoniy shaxslar tomonidan o'z ehtiyoji niqobi ostida telefonni olib kirish 80% ni tashkil qiladi. O'zbekistonga kirib kelayotgan o'rtacha 4 millionta telefonning 80% jismoniy shaxslar tomonidan kiradi. 20% rasmiy importyor tomonidan olib kiriladi. Hozirgi kunda mana ishlab chiqilgan qaror natijasida 95% ga chiqdi. Mana sentyabr oyida 95% ga chiqdi. 95% rasmiy importyor bo'lib, 5% jismoniy shaxslar tomonidan o'z ehtiyoji uchun olib keladi. Do'stlar, shunday gaplar, fikringizni izohda qoldiringlar. Farhod aka, tanishganimdan xursandman. Katta rahmat.